Assalomu alaykum mening obunachilarim, sizlar bilan Fazi. Bu mening birinchi shorts videoyim. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishingiz kerak do'stlar. Agar bizning konkursimiz haqida bilasiz, mana shu bitta konkurs o'tkazamiz. Alfabet harflarini bilasiz, to'g'rimi? A, B, S, D shunaqalar. O'zbek alfabet harflaridan foydalanib biz ismlarga aniqlaymiz. Masalan, A. A harfiga ism nima? Abduaziz, Abduhalil, yana boshqa Abdulloh, shunaqa ismlar ham bor. Mana shu oqning o'rniga shunday ismlarni qo'yishimiz mumkin. Yoki sizning logotipingiz ham turishi mumkin. Uning uchun menga obuna bo'lib, like bosib qo'ying va kommentariyaga logo so'zini yozib qoldiring do'stlar. Davay. Konkursimiz davom etadi. Obuna bo'lib, like bosing, kommentariyaga logo so'zini yozing. Sizlar bilan faza bo'ladi. Oxirigacha kontentlarni yoramiz do'stlar. Go!